وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحديث. İnsaniyet cemiyeti ölümaları, cemaat erbapları, yaşangan kişiler bilen ronak tapıdı. Yaşanganlar bilen kandak muamele kılışımız gerek. Yaşangan kişiler günün ötüşü bilen nimelerge ihtiyacı artıp barıdı. Yaşangan kişilerin cemiyetteki ornu ve izzet abruyu kandak kılganda öz ornunu tapıdı. Nime üçün insanın tedrici kırışı, hayatlıkın takazzası, bunundaki hikmet nime? Uygurlarının yaşanganlarga hürmet kılış adetinin İslam bilen nime alakası var? Kene sohbetimizden devamına merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala abdihil mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul uqdeten min lisani yefqahu qavli amma ba'd. Dünyanın arkayız caylarındaki körünmen kırındaşlar, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyetnamlık programımızın 23. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamettin Temkini, sohbetimizin daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümünde yaşanganlarının hak hukukları doğrusunda toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Muhammed Ali. Aleyküm assalam. Biz sohbetimizin ilgili bölümlerde İslami prinsipte ballarga kandak muamele kılış doğrusunda ikinci onun ötken heptedeki programımızda İslami prinsipte yaşanganlarga yani bugünkü dersimizin sohbetimizden kelimesi yaşanganlarga İslami prinsipte kandak muamele kılış gereklik doğrusunda toxtulup ötümüz emdi. Ötken aldığın sohbetimiz yaşlarga kandak yaşlar hakkında bolgan. Onun aldığınkısı ballar ösmürler hakkında bolgan. Bugünkisi yaşanganlar hakkında. Yaşanganlar, yaş çoğ bolganlar hakkında boludu. Temek kirişten ilgili nime üçün insan hayatta tedrici halette yaşanıp mağdu. Bunundaki hikmet nime? Bu haqda bir toxtalып ötsek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Əməliyyətdə insan hayatıga nəzərə taşlığa vaxtımızda insan sağ-salamat toğulğa vaxtdakı bir xuşallıq, tili çıqqa vaxtdakı bir xuşallıq, ösüp qədimi çıqqa vaxtdakı bir xuşallıq. Ondan keyin maktabga kirgan vaqti, maktabni putagan vaqti, xizmat qilgan vaqti, ondan keyin to'y qilgan vaqti, ondan keyin yashangan vaqt qatorliq insonni xush qiladigan bir bosqichlar bilan hayot tushog'liq. Hamda mushu bosqichlarning hammani besib o'tgan bir dada yoki buva yoki ana yoki moma degan bu nuqtaga kelgan vaqtimizda islom jamiyatimizda to'g'risi islom dinimizda mushu yoshga kelganlarga nisbatan büyük bir ehtirom prinsipi bor. Büyük bir ehtirom prinsipi. Bu büyük ehtirom prinsipi atrofidagilarninki shu yashanganlarga xizmat qilish, ularning hurmatini qilish, ularning shu yeshi, shu holati talab qilgan bir muhitni shakllantirishni qana qiladi, talab qiladi hamda. Dal aksicha biz masalan g'ayri islom jamiyatlariga qaraganimizda, mayli g'arb dunyosiga qarayli yoki boshqa g'ayri islom bo'lgan jamiyatlarga qaraganimizda yashanganlarning o'rnininki bir butun asosan ular garchi biz yorus xizmatini qilyapmiz deb haliqi bizning vatanda shakllangan qirla san'at reisi deydi masalan, ya'ni yashanganlarni maxsus olib qo'ydigan, ya'ni shuni shakllantirib
taşlanıp kalmaslıqının aldını alımız degen bir şekilde çıkarıp atkan bolsumu. Ama manda bir hikayeni anlagandım. Bir qatımlıq şu yaşanğanlar sanatoriyasini qilgan ziyaretde şu yerdeki bir buvay din sizning hozirgi naq arzu qildiğiniz nimo deb sorsa ölüm deb javob bergan yani. Yani biz bu yerden şunu ko'ra olamizki ki yaşanğanlarninki normal yep içishdan boshqa bir talabi bor. O hayatda o kadar basqıçlarını besip geldi. Bayatın degenimizdek tug'ildi, o'smir holatini boshdan kechirdi, masalan, yigitlik holatini boshdan kechirdi, bir oila qurdi, bolalarini uyg'onatdi, naralarini uyg'onatdi. Endi yaşangan davriga kelgan vaqtda buning aşı qilgan hammadan muhim bo'lgani jamiyatga to'pib qo'shdi. To'pib qo'shdi, nurg'un ishlarni yetildirgan bo'ldi, nurg'un igiliklarni tikilgan bo'ldi. Endi kelgan vaqtda bir xil bularni sanatoriya deymiz, bir xil endi yep yaşab ülemnüküt degandek bir xil muhit shakllantirib qo'yish bularga haqiqatan da qana keladi, eg'ir keladi. Dal biz mushu nuqtani islom jamiyatidan kuzatgan vaqtimizda, islom jamiyatiga qarab kuzatgan vaqtimizda, masalan, xususan bizning Uyg'ur jamiyati bütün işlerini, medeniyetini masalan, hayat prinsiplarini, aile qurilishalarini şu İslamning prinsipi bo'yicha tuzib kelgan bo'lg'achqa 1000 yildan buyon o'zimizning jamiyatiga qarasak, masalan, islom jamiyatiga bizning jamiyatimizda cho'ng bir oila bor. Bu cho'ng oilada bova, moma, dada, ana ve nervin ibaret qancha tabiqa kishilar var? 3 tabiqa, yani 3 qatlam, yani 3 xil hayatning kishilari vardı. Bunun içinde hammalarning ahvoli qaraganimizda cho'nglar, buvay, momaylar hayotida da şu ailani qurib chiqqan. Hozirgi holatga kelgan vaqtda endi o'zidan kichiklarning mayli o'zining bolalaridan yoki nevaralaridan xizmat talab qiladigan bir holat bo'ladi ularning shu haqda. Hatto eng aqlli talab o'zi qurib chiqqan bu oila a'zolarini har zaman ko'z oldida qanaqib turish, ko'rib turishni. Muşunun özü bularga nisbeten favqulodda sal qarashga bo'lmaydigan bir muhit. Mana bu bizning islom jamiyatidagi oila tasavvuri bilan g'ayri islom bo'lgan jamiyatlardagi oila tasavvurininki farqi, islom jamiyatimizdagi cho'nglarga tutgan pozitsiya, cho'nglarning qilayotgan muomala bilan g'ayri islom jamiyatidagi cho'nglar qilgan muomalaninki o'ttirisidagi farq. Hatto qachon o'qidim, tam nerede o'qidim esimda yo'q, ama bir momay, yani hesapta bova emas, hesapta ana, lekin yaşı cho'ng, o'zining o'g'lininki tug'ilgan kunida kelganligidan bak xush bo'lib ketgan va televiziyaga chiqib, nayt o'zining xushalligini o'g'lininki tug'ilgan kun ustida yo'qlab kelganligini aytib xushalagan g'arb dunyosidagi bir ish hamdi. Yani bu nima demek? Mesela Avrupa jamiyatlarida şu hamda. Şu yani. Yani Eid bayramında şu vaqtda muxbirning so'rgan savoli kelsa bu cho'ng ish, bo'lmasa yo'qlab kelmagiga qanchalik oldi degan vaqtda 1 yil oldi. 1 yil oldi. Yani bu islom jamiyati bilan g'ayri islom jamiyatining o'rtasidagi oila farqi, cho'nglarga muomala qilish nimasi farqi bu. Yani bizning islom jamiyatininki bir alohidaligi, cho'nglar şu aileni qurishga qanday ter to'kkan bo'lsa, şu aile shuni qanchalik to'pib qo'shgan bo'lsa, kichiklar hamda cho'nglarninki alohida bir talab bo'ladi cho'nglarning uchun. Shu talabini qondirish uchun shunchalik muhit shakllantiradi. Ya'ni bir munosabat shakllantiradi. Bu yerda bir nuqta menday. Bizning Uyg'ur jamiyatimiz azaldan mushta cho'ng oila shaklida shakllanib kelgan jamiyat. Bir cho'ng oilada cho'ng buvay, momay va uning bolalari va ve bularning nimasi var, nerelari var. Ta şu buvay, momay dunyodan ketib, ma ayildagi dada bilan, yani o'g'illan, kelin ulimi cho'ngib bo'lguncha mushta yashaydi. Uli cho'ng'agandan keyin endi mushu oila, shu oila shakllanadi. Zanjirsimon holatda. Buning nimaga foydasi bor desa, birisi qarindoshlarniki o'zaro, birisi bilan munosabatning ching'ishiga foydasi bor. Mesela bir qarindosh, yeni bir qarindosh to'y qildi, ayrilib ketdi. Bularning yashagan vaqti uzun bo'lmaydi. Shu men aning aksi, men aning uksi, amning hadam, men aning inisi deplam shu tunishtiruvdi, ama mehr muhabbat, o'zaro hamkorlashish, bir-biriga bunda bedel to'lash ruhi bo'lmaydi. Ammo bo'g'larning sayesinde, momularning sayesinde bularga hurmatdan bolalari o'zaro cho'ng uyda yashaydi. Bularning bolalari cho'ng uyda yashaydi. Hatto nervilar,
Yani iki tuqqan deymiz go. Nerveler xuddi bir tuqqandek özara bir öydü çoğuydu, bir ailede çoğuydu, mehr muhabbet, münasebet çoğuydu. Cemiyet çıqqandan keyin cemiyet asası şu asasda qanaqılıdı çıngıydı. Mana bu İslam cemiyetideki çoğunluğa olgan qarash va cho'nglarning jamiyatning rolini mustahkamlashdagi favqulodda roli. Hatta mesela bizdeki cemiyetimizde mi, Uygur cemiyetimizde çoğunda da ailede ta çoğunda da vafat tapqınçı kadar akfuka bir kırındaşla öy ayırmay şu çoğundadınki hoylusu da billi yaşaydı. Çoğunda da vafat tapqandan keyin o vaqtda ayrılışı mümkün. Ayrılırdı. O vaqtda yaş noktasına yetken vaqtda şu kırındaşlarımız çoğundadılık halatga yıkılışıdı. Uzun ötmey bulanın balları toy kılıp nerv kirdi. Ama bulamı özü bir çoğun aile olup özünün ballarını 3 avlat hesapta bir ailede yaşaydı. Degenimdek bunun cemiyetinin ulununki mustahkamlanışta, münasebetinin bağlanışta favqulodda rolu var. Yuqorida insoniy hayotdagi odatning qanday taraqqiy qildiganlik to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'ldi. Endi hayotda o'tish bilan qirliqning alomatlari ko'rilishga boshlaydi insonda. Alloh taolo nima uchun insonning qirishini iroda qildi? Buningdagi hikmat nima? Masalan, insonning chichi oqriydi, bo'yi pukiladi, masalan, yoshi cho'ng bo'lgan sari. Buningdagi hikmat nima? Endi sizning savollaringiz ta'tirisi inson ya 50 yıl yaşaydı, ya 60 yıl yaşaydı, ya 70 yıl yaşaydı. Allah manda yersim yaratalı etti. İnsan pokkide bir halatı dünyaya geldi. Qana şekilde kes Allah onun kadir. Ve ömür tükegende pokkide ölüp lan dünyadan kesse. Bu mu bir insanın hayatı oldu? Xuddi zavutun maşını işlep çıkardı ve ahiriste bırak kıldı. Mesela işletmeydiğen bulundu. Ama Allah onda uğurlaştırmadı. Hayatın degenimizde toğuludu, küçük balap üstüdü, yigitlik halde, otur yaş halde, yaşanğan sıra yani insanın ölümü, yine qıraq desek yıkılaşkan sıra, siz degendek çaç aqrıydı, köz acizlaydı, salametlikinin uya bu yerden nemi körleşke başlaydı, mesele körleşke başlaydı. Bu nemi o bu dese, Allah'ın insanın qılğan merhameti ki, özününki ölümününki, vafatınınki aldınqı signalini bizga qanday qilayotgan bir vatqan bo'ldi. Ya'ni xuddi bu ahvol ala lahul xalq val amr da bir oyat va yani Allohning har bir yaratishining o'zi bir buyruq Allohningki. Alloh qanday yaratgan bo'lsa, xuddi shu yaratishdan bizga bir buyruq berayotgandek bir hukm chiqadi. Chechimiz aqadi degan gap, yuzimiz ojizlashdi degan gap, masalan, qiyliqning alomatlari ko'rindi degan gap, xuddi Alloh bizga mundaq bir signalni berayotgandek. Banda senin mening qashimga keladigan vaqting yaqinlashdi. Ajling yaqinlashdi. Sen men bilan uçurishqa hozir ol. Tayyorlik qil degandek manda bir signal amaliyotda bu insonga nisbatan o'tkazgan xatoligining o'rnini to'liqlab oladigan, jinoyatlarga tövbe qilib oladigan, eskidan bo'lsa qanday bo'ladigan, yaxshilanish fursatiga erishadigan eng go'zal bir fursat. Pek mühim nokta bu. Bundan başka insan normal yaş vaxtida yeydi, içidi, oynaydı mesela. Sefer kılıdı, her xil işini kılıdı. Yaşanğan vaxtda bularning hammasidan qoladi, tabiiy holatda qoladi. Ondan keyin bunun bir arzusi o'ziga hamroh bo'lgan, bir ijtimoiy muhit hamroh bo'lgan kishi va ijtimoiy muhit shakllantirish. Chunki inson ijtimoiy maxluq. Adamsiz yaşayamaydı. Yaş vaxtida qilgan tijoratlarini amda qilolmaydi, borgan yerlarga amda borolmaydi. Qilgan safarlarini amda qilolmaydi, chunki tan salomat yer vermaydi uningga. Amda kim bilan yashaydi? Yine o yaşadığın bir adamlar lazım. Mesela er olsa ayaldan başka, ayal olsa erden başka, onun balları gerek onunla, nerveleri gerek onunla, bir ortam lazım yani, bir muhit lazım. Bunu özellikle Kur'an-ı Kerim'deki bunu bir ayetlerden, manda bir işaretini alalayınız. Sure Sıra'nınki 23. ayeti. İmme yeblughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Yani atanızga hürmet kılış, qattiqroq yaqinmaslik haqidagi ayet. Ata-ananın ikkilisi yoki birisi sening qishingda cho'ng yoshga yetsa ifodasi bor. Oyatda aniqla sening qishingda ifodasi borki, ata-onalar qirg'an vaqtida yosh cho'ngaygan sari
burun balalar ata-onasidan qeshi turgan bo'lsa, ya'ni balalar ata-onasiga ehtiyojli qolgan bo'lsa, yosh yo'g'ingan siri ata-onalar kimga ehtiyojli qoladi balalar? Vallahi. Bu hayotning qonuniyati bu. Mushada oyat oxirida nima deydi? Fala taqullahuma uffin. Uffin degan so'zning biz miyadagi tafsir izohotiga nisbatan kirmaymiz, ammo uffin bizning Uyg'ur tilidagi ifodasida eng tuvan, eng oddiy shakldagi bir norozilik ifodasi. Bo'ldi qila degandekchi. Da bir ortiqcha talab his qilsak, voy bo'ldi qila deymiz-ku. Bunchalik gap cho'ng gap emas sizlar mening oramda. Ammo Qur'on mushunchalik oddiy gapni, Qur'on ifodalayotgan eng oddiy hukm, eng oddiy ifoda. Mush ifodani ota-onaga qanday qilma, qo'llanma deyapti. Buni tafsirshunoslar bu so'zning o'zi maqsad emas. Ya'ni qanday bir millatning urf-odatida boshqalarga qattiq quruq ifodani ifodalaydigan har qanday muomala oyatdagi dema degan ifodaning buyruqning cheklimining ostiga kiradi. Masalan, ishni qattiq yopish. Telefonni traktor qana qilib o'tish, qo'yib o'tish. Masalan, ota-onalar bugun telefon qildi bolalarga. Yashangan ota-ona ana bo'libmi, mehribonligi ananing boshqacha, o'g'lim nədikini, balam nə desən? Aba işim var, iş qıvatımı qoya telefonni. Onda şəkildə. Mən aldırışdım, səltub telefon qalay taraq bəs. Yoki azraq bir zirkishlik bir ahvolni ko'rsa, ishni taraqquda qilib chiqadigan, pishni qilib chiqadigan ish qilib, ota-onaning ko'ngliga azraqlan bir narsa, qattiq quruq tegadigan har qanday gap so'z Qur'oni Karimdagi ularga qanday qilma, bunda muomala qilma degan buyruqning tahtiga kiradi. Yana bir oyat bor. Qur'onda bu oyatning o'qishi bek ko'p. Bu Sura Isro'ning 23-oyatida va bil validayni ihsana. Biz normal tarjima qilgan vaqtimizda ota-onaga yaxshilik qil deb o'tib ketamiz endi. Ammo arab tilida bizga boshqacha bir ifoda bor bu yerda. Ota-onaga yaxshilik qil degan fe'l ihson normalda bevosita keladi. Ammo bu yerda bil validayn deb ba ifodasi bilan qo'llaniladi. Endi qarindoshlarimiz balki buni arabcha o'qigandan tushunmaydi, lekin men tushundiray. Chamamning yetishicha ba odati normalda ikki narsaning bir-biriga chaplashib turganini ifodalaydi. Endi xuddi bu oyatdan chiqayotgan ifoda nima desa, ota-onaga qildigan yaxshilik bevositasini qo'llangan bo'lsin degandek ifoda. Ba'zi xo'jayinlar bor. Ota-onam yaxshilik qilaman deydi, xizmatkorini buyuruydi, sho'prosini buyuruydi, o'zi aldirash ham sirtda. Ammo oyatning ifodasi unday emas. O'zing qo'l selib qil. Boshqalarni olib, yo'qlab kelinglar, unday emas. O'zing borib yo'qla. Addiy narsa ko'tarsangmi, o'zing opa. Ya'ni chunki bayatın deganimizdek yashangan vaqtida uning moddiy narsaga bo'lgan ehtiyojidan bakroq ma'naviyatga ehtiyoji bor. Balasini kurashga ehtiyoji bor, nervisini kurashga ehtiyoji bor, o'g'ilni kurashga ehtiyoji bor, qizni kurashga ehtiyoji bor. Mana bu taraflar. Degandek gapimizga kelsak, Alloh subhanahu va taoloninki insonni bu qiritib andagi dunyodan akitishning hikmatlarining birisi Allohning insonga bergan signali bo'lsa, yana birisi illiq oila shakllantirish. Bu orqali men dastlabki savolning javobida biroz to'xtaldim bu haqda. Bir munosabat chingitish. Cho'nglar orqali bir tuqqanlar o'zaro munosabat chingitiladi. Nervilarning o'zaro munosabat chingitiladi. Bir tuqqanlarning o'ziga qo'ysa balkim haftada bir qitim uchish bilanmasligi mumkin. Hayotning aldirashliklari. Ammo ota-ona xalqa vaqt ularni chaqirib, agar bir uyda yashasa, kunda ko'rishib turadigan gap. Bir uyda yashamagan taqdirda sen kelar pulkuni paloniga kelar, palon vaqt bizning uyga yig'ilamiz degandek bir ishlar bilan oiladagi a'zolar o'zaro bir tuqqanlar, qarindoshlar, kelinlar, nervilar hammasi bir-biridan qanday qilib turadi. Kurashish qancha ko'p bo'lgan siri oila chingaydi. Chunki hech kim o'zidan cho'ng ota-onasiningki, bo'g'isining, momasining gapini qana qilolmaydi. Bu insonningki yoshda cho'ngiyishiningki Alloh insonni akitishning oldida yoshda cho'ngib, uni bo'voy qilib, mo'may qilib akitishdagi hikmatlarningki bir bo'lishi mumkin. Alloh razı olsun. Yuqorida yashaganlarning oila ichida o'rni va izzat obro'yining bo'lishining muhimligini bayon qilib o'tgan bo'ldilar. Vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Bu hadisni qanday tushunamiz endi? Hadis ma'lum bir qismiga yuqorida javob berilib o'tgan bo'lindi, ammo
ba'zi nuqtalar var bunda. Bir roşan bir Hadis hakikaten de bir iğir ifade kullangan bu hakta. Adamni tushuntirgan bir ifade kullanganlık. Sizlar o'qigan hadisni bir tarjima qilsak aval. Bizning cho'nglarimizni hurmatlamagan. Kichiklerimizning izzetini qilmagan, ya'ni shafaqat ko'rsatmagan. Olimlarimizning haq huquqini tunimagan kishilar bizdan emas. Ma ifade bek ig'ir ifade. Bu yerdagi biz ifodasi islom jamiyatini, islomni ko'rsatdi, musulmonlar jamiyatini ko'rsatdi. Bizdan emas degan gap, ham tushunib olsak bo'ldi, ya'ni musulmonlardan emas degan gap ham u islomning chekchigisidan chiqib ketdi degan gap. Mushu gapning o'zi bizga nisbatan yetarli bir signal. Cho'nglarning hurmatlashningki naqadar muhimlikni ifodasi. Ben deb o'tdim. Cho'nglarning moddiy ehtiyoji qondirilishi mumkin. Yemek-içmek bir iş geden deganning ishiga cho'ng ish ketmaydi. Yeydig'inimiz qo'nmaydi, ichdig'inimiz qo'nmaydi masalan. Bular bugungi kunlarda hamma narsani uyga qanday qilib bergan bo'ldi. Telefon bilan yetkazib bergan bo'ldi. Ama ularning yemek-içmek ehtiyoji, moddiy ehtiyojidan boshqa bir ma'naviy ehtiyoji var. Ballarının arasında turuş bir ehtiyoji var. Nervelerinin arasında turuş bir ehtiyoji var. Ularning mu o'ziga xos bir ijtimoiy muhit, ijtimoiy atmosfera shakllantirgisi var. Mushu talaba o'rindilishi intayin muhim. Diqqat qilsak, bu inshaalloh alhamdulillah bizning Uyghur İslam cemiyetimizde bunda ahvallar ko'rolmaydi. Çünkü biz o kadar hürmetlaymiz. Bizni o kadar hürmetlep terbiyeleyen çoğunlarının aldıda mesela bizden edepsizlik ya ulanı hürmetlemeydi karşına kılmayımız. Ama qarab baksak ben esimge alsam biz vatanda ayrılganımızga 20 yıl bo'lgan bo'lsa, şu kichik vaqtlarimizda cho'ng dadalarimizning oldidan to'g'ri o'tmaydigan, oldida mangmaydigan, ular gap qilsa gap qilmaydigan. Cho'ng dadamiz bilan xo'shlashib chiqqan bo'lsak, keynimiz giyinib chiqib qo'yishdi, o'ltaga o'yishdi. Dasturxon kelsak, ular konsulmasda sunmaydigan tabiat bor. Bu bizning tabiatimiz bu-chu. Hem insanın tabiati. İnsan aslen mushu tabiatla yaratilgan aslında. Ama dal gayri İslam cemiyetlerinde qanday desa tashlatildi. Demek bu yuqorida bizningki shu urf odatga shu cho'nglar o'rgatgan shu ishlarning hammasi demek Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi. Yani bizning Uyg'ur jamiyati islom bilan yo'g'ilib ketgan bir jamiyat yani. Bunun dal aks natijasi nima desa, g'ayri islom jamiyatidagi ahvollardan ko'pincha vaqt yosh cho'ng'andan keyin ular xomushlik kesili. Xomushlik. Mesela da qarasak, sanatoriya mesela bu g'arb davlatlar eng taraqqiy qildi degan, iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilgan, moddiy jihatdan taraqqiy qildi degan davatgan g'arb jamiyatlarida, g'ayri islom jamiyatlarida cho'nglar shunday qilib qolgandan keyin bularni sanatoriyaga olib boradi degandek oylab, yillab bir qitim ya boradi ya bormaydi. İnsanning tabiati men degandek u ballarni ko'rgusi var. Nervesini ko'rgusi var. Uning moddiy ehtiyoji ikkinchi masala. Shuning bilan ularda bir xil xomushlik, bir xil nerv kasallari. Bunu g'arb jamiyatida yashab baqqanlar biladi buni. Qur'oni Karim pek ko'p ta'kidlaydi. Sura Rumning 30-oyatda keltirgandek, "Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratalloh." Dinning to'g'ri yo'nalishi qaysi? Insonning asl tabiati shu. Alloh yaratgan tabiati insonni shu bo'yicha yaratgan. Uningdan hech qilib la tabdila li xalqillohga chiqish yo'q. Biz u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz. U falsafani o'tirib qo'yamiz, bu falsafani o'tirib qo'yamiz. Shundan boshqa yo'lda insonning baxtini topmaydi. İnsanın baxtini kishilar 30 yoshdan 40 yoshgacha, 40 yoshdan 50 yoshgacha xas qilib olsa, insonning baxti tug'ilgan vaqtini tatib o'lgan chaqgacha. Biz hozir shu yashanganlarning gapini qilyapmiz. Shu topda mening kallamga kelib oladigan bir narsa Yevropaga ketgan Uyg'urlarimiz. Shu qarindoshlarimga tavsiya qilaman shu ekrandan. Ya'ni bular mushu ahvolga duch keladi mutlaqo. Chunki hozir bolalar kichik. Hammasi ya balasi o holatda ketdi yoki balasi yo'q holatda shu yerga kirib to'y qilib oila qurdi. Ati o'gun shu Yevropa jamiyatidagi shu odat, urf odati, shu qimmat qarashning turkisida balkim shu qarindoshlarimiz yashanganlar sanatoriyasiga tashlanib qolishi mumkin. Buning uchun tavsiya nima desa, oilasini garchi o'zi Yevropada yashagan bo'lsa-mu, islom muhitida shakllantirish. O'zi Yevropa jamiyatida yashasa-mu, bala, dada, cho'nglar o'tirisidagi munosabat, haq huquq masalasini islom bo'yicha qanday qilish, uyg'unlash,
Ballarının vücuduga, qalbiga şunu singdirish orqali kelgusida biz bayatdan ayblayotgan ahvollarninki duchup qalmasligining oldini qana qilish, elish kerak. Buni tavsiyalarim bu qarindoshlarimizga. Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu vaqtda bu hadisil kutsi bo'lishi mumkin. İnne min iclalillahi Teala ikram zişşeybetil muslim. Bu hadisini kadar düşündünüz hem de. Şimdi hadisini bir tercüme kılarsam, hadis yanıla bayatın okugan hadisimizge okşaş, çoğlarınki naytı muhim bir mesele ekanligini tilga atgan hadis. Yani bir musulmannınki yaşlı çoğ adam hürmet kılışı Allah'ını ululuğallık davatıdır. Hem oylap baksınlar. Bu adam hayatında beni terbiyeledi. Dünya kelişimge sebep oldu. Küçük vaktini tatıp okuttu. Koldan kelişçi yardım kıldı. Yardımını ayamadı, mehribalıkını ayamadı. Sağlam çoğun buluşu kapalı kıldı. Hem de ben normal insan bulup üzerine yolunu üzerine tapkandan killam. Bu adamga, yani adamga demekçi, ya ki anamga demekçi, ya ki babamga demekçi. Onun kılgan yaxşılığı bir cevap qaytırış bu. Aqalli mantiqi bir iş. Bu insanlık bu. Aqalli bir mantiqi bir iş bu. Yine tekrarlap kelsek gap şu noktaga kelip qaladı. Bizning çoğlarımızı hürmetleş. Yaşlı çoğun buaylı mumaylarımızı hürmetleş, ata-anamızı hürmetleş. Bular fakat maddi ihtiyacını qandırışlan olmaydı. Çünkü ulanın bir manevi ihtiyacı var. Yani nima desizlar? Manda bir iş var. Her qanday bir narsa ishlatilmasa gallashib qoladi. Hatta pichoq ishlatilmasa bo'ladi, gallashadi. Normalde siz ishlab turibsizlar, men ishlab turibman, jamiyat yashayapmiz, beryapmiz, kelimiz, safar qilamiz, o'qiymiz. Biz normal psixik holatimiz normal temponlashadi xizmat bilan. Ammo yoshli cho'nglar shunda ishdan chiqqandan keyin, yani ishdan qolib qolgandan keyin bulardimi bir badan bor. Cismani ve ruhi bir dünyası var bularınki. Muşu bedeni ve muşu ruhi dünyası işleptimasa mutlaka gallaşıdı. Ruhi dünyanın gallaştı diyen gap psixik mesele kuraldı diyen gap. Mesela belki yaşanğan adam özünün gündelik hayatını Kur'an bilen ötküzüdü. Mesela ruku secdeler bilen ötküzüdü, ibadet ötküzüdü. Bu bek çoğun fevkalade bunun icabi tesiri var. Namaz okup, Allah bilan oturusunu bağlap, Kur'an okup, özünü meşgul kılgan adam bilen del eksideki adam. Yani işler yok. Adamın oturuda acayip çoğun paraklarında yaşanğan vaxtıda. Belki mavo bayatın degenimizdek xamuşluk kesilliğe girip oluşu mümkün. Şu bunda bir söz var. Men ta'allama'l Kur'an, metta'allahu bi aqlihi hatta yamut. Kur'an öğrengen adamga ölgenge kadar Allah aqlını qana qilmaydi. Zayak etmeydi. Allah onunla akıl bir adı ölgen. Bu ne degan gap dese? Çünkü Kur'an okusa, namazda okusa, dua kılsa, gerçi etrafında hiç kim olmasa mı? Yani xuddi bir işlem meşgul olgandek bir ahval bu. Ruhiye dünyasını işlep durdu. Yani bu yerden nimekçi dese, bu yerden ata ana yaşanğan vaqtda qığıl işlep birish kerak. Ularning jismoniy kuchi qip-qiliqliq, jismoniy ish qilinmaydi, sirtqa chiqib ishlayolmaydi. Andas buni qildigan ish nima desa? Şu ballar bilen paranlaşış, keliller bilen paranlaşış, neresi bilen paranlaşış, oynayış, ularning hayatının bunda gunguluk da emas, cimcitlik de emas, sükut da emas, ma'lum bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib, bayatın degandek xamuşlikka kirib qolishninki, bir aramlikka kirib qolishninki, bir xil oldini qana qilish, elish masalasini bular qilgan eng cho'ng yaxshiligimiz mushuludir. Hadisda deyilgan bo'yicha Müslümanınki yaşlı çoğunlarını hürmetleş, Allah'ını uluklaş digininin mänisi bir adamın hayatının saadeti var əməliyyətdə. Bizning çoğunlarga kündü berip, paranlaşıp, putqulunu tutup, yani ularını qığıl iştepirişimiz, özgü layık bir şekilde qığıl iştepirişimiz, anda gunguluşup qalmaslık, xamuşlaşıp qalışının aldığını elişimiz bir adamın hayatının saadeti. Xuddi mən 30 neçə yaşlıq bir adamın bugünkü hayatının xuşallıqı mənə qançalik zürül olsa, şu 60 yaşlıq, 70 yaşlıq adamның mı bugünlük hayatı onunğa şunça mühim. Bugün ben qançalik saadetke ihtiyacım bolsa, aş 70 yaşlıq adamның mı şuncha saadetke nimasi var, ihtiyacı var. O 70 yaşqa bekar berip qalmadı. Bizni 30 yaşqa kirsin deb badaşaga. Bizni 40 yaşqa kelsin deb badaşaga.
Yani biz sebeplik şu holatga vardı. No'g'andan keyin uning baxtli, xushal xuram o'tishiga biz kafolatlik qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buni xuddi o'zini ulug'lagandek bir ibodat sifatida qabul qiladi bizni. Demak, hayot mushundoq zanjirsimon holatda. Zanjirsimon holat edi. Ularni tashlab qo'yish deganlik, ati seni tashlab qo'yish deganlik bo'ladi. Sen bugun ota-onangni tashlab qo'yding deganlik, jamiyatda shu qimmat qarash umumlashdimi? Ati sen tashlansa. Ögün seni tashlagan balların qanday qilib tashlandi. Ya'ni insonning hayotining yerimi tashlanib o'tildi degan gap. O insonning baxt saodati emas-ki, insonning baxt saodati balalik davri bir, o'tir yoshlik davri bir, yashangan davri bir. O yaşangan bir davr degan gap insonning hayotining 3dan biri. Agar jamiyatda ashla 3dan 1 hayot tashlanib qilib bir atmosfera shakllansa, boshqa insonlar qanday qiladi? Endi biz bugun masalan tanımagan odamlarga salom bermaslikdek umumlashgan bir muhit yoki bir jamiyatda dunyoning har taraflarida masalan shunday yashayotimiz, garchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tanıgan va tanımagan musulmonlarga salom berishni tavsiya qilgan, hatto buyruq qilgan hadislar mavjud. Shunda bir jamiyat yashayotimiz. Shunda turug'liq hamda yashanganlarga baldur salom berish yoki agar masalan dada yoki ona yoki cho'ng dada yoki masalan olim ulamolar yoshga cho'ng bo'lgan fazilat sohiblari degandek kishilarga baldur salom berish, qo'liga so'yib ko'rishish, peshonasiga so'yib ko'rishish, ya'ni hurmat bildirish yuzasidan. Bu qatorliq ishlar. Masalan, ba'zilar bular turklarning odati bo'lib ketgan deydi. Ba'zilar arablarningki urf-odatiga aylangan ishlar bu deydi. Ya'ni bu ishlarni qanday tushunishimiz kerak? Buningki bizning islomiy axloqimiz bilan munosabati bormi? Endi insoniy jamiyatningki salomga favqulodda ehtiyoji bor. Xo'sh. Masalan, ko'rib turibmiz, ba'zi g'ayri-islomiy jamiyatlarda kishilar o'rtasidagi ittifoqlikni kuchaytirish masalasi uchun har filmlarni, televiziya teatrlarini ishlab ta'sirli qilib herib ketadi endi. Axborot vositalarini ish qilib herib ketadi. Amaliyotda islom u qadar oddiy bir taraf qilgan ku masalani bir salom bilan. Siz bayatni az ilgari deb o'tganda payg'ambar islom tunusang salom qil. Salom bir jamiyatdagi tinchlikning, mehr-muhabbatning nimasi ochqisi. Jamiyatda tamam bu jamiyatning ehtiyoji bo'lgandan boshqa hamda urug' tuqqanlar bo'lsa, urug' tuqqanlarning ehtiyojisining ota-onang bo'lsa, cho'nglaring bo'lsa, bularga salom orqali butun mehr-muhabbatingning ifodasini ko'rsatalaysan. Har millatda buning shakli o'xshamasligi mumkin. Masalan, biz yashayotgan turk jamiyatida cho'nglarininki qulig'i suyudi masalan. Bizning Uyg'ur jamiyatimizda garchi bu ahvol yo'q. Ammo bizning Uyg'ur jamiyatimizning o'zimizga tushliq bir hurmatni bildirish ifodatlari bor. Peshonasiga suyudi masalan, mangziga suyudi masalan. Endi demoqchi o'g'limiz shuki, bumi ijtimoiy jamiyatning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir ehtiyoji. Salomning shakllari. Mayli quchoqlashib ko'rasiz, salomlashsin, qo'lni qo'lga elishib ko'rasiz. Ota-onalar temisi kelgan vaqtda, bova mo'mining temisi kelgan vaqtda texmi yuqori darajaga ko'riladi. Ya'ni biz kichik vaqtimizdan tortib, bolalarimizni tortib hammasiga shu alohida salom qilishni, bunda normal jamiyatdagi salom qilgandan boshqa alohida salom qilishni o'rgatishimiz kerak. Masalan, turklar xuddi alohida salom sifatida bolalarini cho'nglarni qashqab olsa, qo'llarini sevgi qiladi. Shunga o'xshagan. Har jamiyatdagi, har millatningki salom shakli o'xshamaydi. O'z salom shaklida, ya'ni demoqchi o'g'lim shuki, ota-onalar bilan bovay, mo'maylarga özel bir şekilde, alaylı bir şekilde salam qilishi bu hech qachon islomning prinsipiga zid ish emas. Ya'ni demak, cho'nglarga tiqimbek hurmat bildirganlik bo'ldi. Ularning qalbiga xursandlik kirgizgan bo'ldi yani. Allah razı olsun. Endi inson tabiiy holatda yashangan siri, yoshga cho'ng bo'lgan siri unutqoq bo'ldigan, ba'zi gapni takrorlaydigan shunday ahvollar bo'ldi. Çoğlarının sorularında, yaşanğanlar, peshqadamlarning so'rildi o'ltagan vaqtimizda shunda ahvoli tekrar yuz berib qilishi mumkin. İnsan so'rindiki ba'zi yoshlar o kishining suhbatidan yo so'zidan bir malollik his qilishi mumkin. Bu vaqtda qanday qilish kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir
bu vaqt ko'rsatmasi bormi? Masalan, endi inson yoshda cho'ng'aygan sari yaşanğanlar bilan yoshlarning yashaydigan muhiti, ijtimoiy muhiti birisi-birisidan farqli bo'lg'achqa, yaşanğanlar qilgan ba'zi ishlarni qilmasligi mumkin. Yoshlar qilgan ba'zi ishlarni qilmasligi mumkin. Yoshlarningki tafakkur tasavvuriga udil kelmasligi mumkin. Cho'nglarda biroz yoshda cho'ng'ayganlarda ortiqcha talab bo'lib qolishi mumkin. Bir gapni takror deydigan ahvol bo'lib qolishi mumkin. Masalan, o'rinsiz talablar yoki qilolmaydi. Endi bu yerda masalan bir dada bir baladan o'rinsiz talabdan birini qildi deyli. Masalan, soat 12 oldu, 1 oldu tenkijida. Bala mening mana narsa yegim kelib qoldi. Mana narsa yegim. Bala shu vaqtda bo'ldi qiladi dada. Hozir do'kon taqoq. La do'kon taqoqdi yoki taqoq emasdi. Dadamın pastga o'g'ishdi, balamın pastga o'g'ishdi. Bu yerda dadaning qalbi azaygandan boshqa shu balani agar bala bo'lib qolsa, vijdoniy bir xil siqilish paydo bo'ladi. Bunda dadag'lama emas, balaga nima paydo bo'ladi? Bir xil siqilish paydo bo'ladi. Ammo tamom dada, men chiqib kiray. Sirtqa chiqdi. Talab qilgan narsa yoki bor, yoki nima? Yo'q. Qanday bo'lsa u muhim emas. Ammo chiqib kirsa, ekranmagan taqdirdimi dadasimi olamcha qo'shiladi. Ma balaning qalbimi qana qildi? Rahat bo'ldi. Chunki men qo'limdan kelganini qildim. Yine qila oldim deb. Xuddi normallik ijtimoiy nimada birisi yordamga ehtiyojliq, men qila olayman, yordam berdim. Asoqcha patasammi? Qalbim rahatlaydi. Yordam bermadim, rad qildim. Bermadim, rad qilganim bilan mening chiqib bir xil ichki dunyoni bir xil siqilish yuz berdi. O'xshash masala. Əminət hörmət qilish kerak. Chunki deb o'tdik ya. Bizning oldimizga bu dada, bu buva Allah onunla signal urib qo'yganlarning qatoridan. Ya'ni kalbandam, mening qishimga sen hozirlanyapsizlar degan bir ushurib qo'yganlarning. Demak, yashanganlarningki, mayli u cho'ng dada bo'lsin, cho'ng ona bo'lsin, mayli jamiyatdagi cho'nglar bo'lsin, peshqadamlar bo'lsin, har qanday bir sorun bo'lishdan qat'iy nazar ularningki suhbatlardan malollik his qilmasdan sabr qilib anglashning o'zi. Sabr qilish kerak. Talablarini qudratning yassalam, ya'ni imkoniyating bo'lsa ham qana qilish kerak, urullash kerak. Hatto urullanmaydigan talab bo'lsa, hatto sen uni urullagandek bir şekilde qarshi tarafga rahatlik bag'ishlashing kerak. Muhimi bu. Hatta yaşanganlarningki bu yuqorida o'tganimizdek cho'ng dada bo'lishi mumkin, dada bo'lishi mumkin, tag'i bo'lishi mumkin. Jamiyatdagi cho'ng arboblar, jamoat arboblari bo'lishi mumkin. Yoshki cho'ng peshqadamlar bo'lishi mumkin. Bular bilan bir o'ltirib qolgan so'rinlarda, o'ltirish, qo'pishda ularga masalan adab bilan o'ltirib qo'pishimizning o'zi ularga hurmat bildirganlik bo'lamdi. Tabii. Yani sözning beşini shularga berish masalan. Duoda shularni oldin qo'riniga chiqarish. Hatta shularningki imkon bo'lsa gapi oyoqlashmoq qadar qanaqmaslik, kesmaslik. Dasturxon hazırlansa ularning oldida qo'l sunmaslik. Bu ularga nisbatan bir yani o'zining qimmatini bildiradi yani. Mangab qolsa oldida mangmaslik masalan. Mush qatorliq ishlarning hammasi uning aksi bo'lgandi. Aksi bo'lgan vaqtda inson o'zini tuvanlashtirgan bo'ladi. Çünkü karşı taraf favqulodda aziyat yeydi. Karşı taraf tüvellenidi. Eğer muş iş cemiyetteki qimmat qarash örf-odatga aylanganda sen etse şunu duchor bo'lsa. Sen bugün ko'z oldida hammalarni ko'z oldida ko'rsatib turib hurmatlading. Bir jamoat so'rindi, hurmatlading. Cho'nglar hurmatlanadigan bir jamiyat shakllandi. Tabiiyki saat cho'ng bo'lsa, saat yashinasa, yoshda cho'ng bo'lsa, sen mush o'ringa kilise degan gap. Yani sen başqalarni hurmatlading degan gap, sen başqalar tarafidan hurmatlan. İslamda her bir hukm qo'yilsa, o qandaqdir mendillam talab qilingan bir ish emas. Balki başqalardan manqarda talab qilingan ish. Xuddi masalan, Qur'on menga o'g'irlik qilma, namerhemga qarma desa, mening erkinligim bo'g'ilgandek tuyulsolmaydi. Şu buyruqni mendan başqalarga cho'gizgan bo'ladi. Meni o'g'irlik qilma degani boshqalarning milini o'g'irlama degandan boshqa, boshqalarning mening milimni o'g'irlama degan gap bu. Meni boshqalarning izzat sharifiga ko'z solma degan gap, boshqalarni
Mening izzat sharafim ko'rsama degan islomning qoidalari mana shunda, hukmlari mana shunda. Bugun sendan cho'nglarga hurmat qilishni talab qilgan bo'lsa islom, hadisda ko'rdik ya, cho'nglarni hurmatlash Allohning ulug'lig'i dedi ya. Hurmatlashni talab qilgan bo'lsa, va bil validayni ihsana deb talab qilgan bo'lsa, ati sening balangdan shuni talab qilganlik bo'ladi. Ya'ni sen bugun boshqalarni hurmatlagan, lekin atisi balangning seni qanday qilganligi hurmatlagan. Ya'ni sen kilisa bu yerga demakchi. Agar sen qirmas, o'lmas, odam bo'lib qolsang boshqasi. Bu dunyo unda emas, hamma odam o'ladi, hamma odam qaydi. Bu degan dunyoning qonuni edi. Bundaqda biz qaysi jamiyatda yashashimizdan qat'iy nazar farzandlarimizni büyüklerimizni hürmet qiladigan va ularga adabsizlik qilmaydigan qilib tarbiyalashninki nihoyat muhimligi chiqib turdi bu so'zdan. Qanday qilgan vaqtida biz mana shu mayli Yevropa jamiyatida bo'lsin, mayli Turkiya jamiyatida bo'lsin, farzandlarimizga, cho'nglarimizga hurmat qiladigan, axloq bilan muomala qiladigan qilib yetishtirib olaymiz. Va aynı zamanda shu cho'nglar o'zining o'rnini topadi. Hürmetli. Bunun nayt addi tabiri biz bir qitim buna chiqdiq suhbat dedik buni. İnsan quliqidan bakroq kuzdan bak o'kunadi. Ballaranga so'zlab o'tama. Tushundi so'zla, ammo uningdan ko'p sening amaliyating bo'lsin. Chunki ballaring sening so'zingga emas, izingga qaraydi. Dadangni hurmatlading, balang shuni ko'rdi. Tabiiyki hurmatlashni o'rganadi. Sen ballaringga olamcha nasihatlarni qilib, olamcha vazlni qilib o'tib, o'zing aksini qilsang, chuqur mutlaqo ballaringni bu haqda seni to'raydigan bo'ladi. Bir necha qatimliq bir kichik videolarni ko'rib qoldim. Bu videolar shu bir tarbiya xarakterida ishlangan videolar ekan. Ya'ni o'zining ota-onasini uydagi normal aile muhitidan ayrı küçük kapilarga chiqib qo'yganligi. Anakin balasining rasmsiz o'tganligi. Balam bu nima desa, kelgusida seni chiqib qo'ydigan kichik kapining rasmi deb dadasiniga buning ta'sir qildi. Amaliyotda bala takrorlab o'tsak, yoki bala emas har qanday insonning so'zdan bakroq amaliyatiga qaraydi. Shunga tarbiya masalasida balalarni, cho'nglarni hurmat qilishga tarbiyalash degan bu nuqtada mening tavsiyalarim sözümüzden bakroq amaliyatimiz olsa, balalarımızga sözümüzden başka amaliyatimiz orqali o'rgatsek degan talab fikrda. Allah razı olsun. Ahirki sualim, Uyg'urlarning yashaganlarga hurmat qilish odatiningki islom bilan nima aloqasi bor? Biz bunu suhbat jarayonida deb o'tdik. Uyg'urlarningki butun turmush odatlari, turmush uslubi islom bilan çemberçes yoğrulgan bizden qadimgi ota-onamiz, ata-bobolarimiz, ajdodlarimizning qolib qolgan hikmatlik so'zlar, maqol tamsillar hammasi islomning prinsiplari bilan çemberçes bog'langanligini ko'rib olamiz. Bu şekilde biz tug'ilib aqlimizga kelsak, biz yashagan muhitning hammasi degudek oilalar cho'ng oila ekan. Ya'ni u oilada 3 avlod yashaydi ekan yani. Bova, dada va bala. Bu şekilde yaşab keldik. Bu nimani ifodalaydi desa, bizning Uyg'urlarning qadimdan tortib ta hozirga qadar shu ota-onani hurmat qilish, ota-onani cho'ng bilish, buyuklarni cho'ng bilish, jamiyatdagi o'rnini ko'tarish, buning naqadar ahamiyat berilganligini, hatto bizning kichik vaqtlarimizda masjidlarga boramiz, cho'nglar yig'ilib qoladi. Mayli u odamning jamiyatdagi o'rni qanday bo'lsin, yeşi aksakal, saklı aksakal, yeşi çoğungan adamlarga her qanday o'rinda çoğun o'rinni birdiganligini ko'rib olaydik. Ta ki bizning jamiyatimiz boshqalar tarafidan egallanib, boshqa millatning urf-odatlari bizga singib yoki singdirilib kirganga qadar ahvol mush shaklda davomlashdi. Boshqa millatlarning odatlari kirgandan keyin buni bir umumlashtirib olmaydi, ko'p sonliq deyil olmaydi, lekin anda-sanda shu boshqa millatlarning ta'siriga uchraganlar o'zining ota-onalarini ancha-muncha sanatoriyadagi olib qo'ygan ahvollarni ancha-muncha uchratdik, ammo bu jamiyatning favqulodda ig'ir tanqid qilishiga o'z vaqtida matandagi vaqtimizda uchragan bo'lma
apırıp qo'yib bulab balalarını ata-anasını sanatoriyalarga keyin qaytırıp qanaq vaqanlıqı, eki vaqanlıqı cemiyetinin besimiga bular. Bunun hammasini nima ifodalaydi desa, bizning Uyg'ur jamiyatimiz qadimdan tortib islom bilan yo'g'rilib ketgan jamiyat. Biz turmushimizning qaysi bir sohasini lahiylasak deb atab turaylik. Lahiylasak, buni islomning ko'rsatmasiga mayli o'zimiz islom ta'lim olgan odam bo'lsin, ta'lim olmagan odam bo'lsin, shu jamiyat yashagan bo'lg'achqa islom ta'limotiga uyg'un bir shaklda lahiylaganligini ko'rib olmoq tez emas. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ota-onamizga ehson qiladigan, yaxshilik qiladigan, cho'nglarimizni hurmatlaydigan va ularga adab, axloq bilan muomala qiladigan shu fazilatlarni ato qilsin. Hurmatli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbatninki 23-bölümü İslami prinsipda yaşanğanlarga qanday muomala qilish to'g'risida suhbatni shu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizningki mehmini ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo qilgan suhbatlarimizni o'zimizga va boshqa musulmon qarindoshlarimizga manfaatli qilib bersin. Suhbatimizni anglagan va foydalangan va tarqatgan barliq qarindoshlarimizga Janob Alloh subhanahu va taolodan yaxshilik tilayman. Görüşkünce aman bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm.